Mana qizaloq shu yerda. Endi ichkariga kirish kerak. Hozir eshikni ochamiz va bo'ldi. Lingan, qarab yuboring bu yoqqa iltimos. Hozir chiqyapman. Nima bo'ldi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz detektivmi? Ha, menga yordamingiz kerak. Yuring. Nima bo'lyapti o'zi? Hozir hammasini aytib beraman. Davay. Xullas, meni qizimni o'g'irlab ketishdi. O'g'irlab? Ha, 3 kundan beri. Yo'q, uyda emas. Uyda emas? Ha, men shahardan keldim. Uni telefonlarini ko'tarmayapti. Keyin esa bildimki, uni o'g'irlashibdi. Kim o'g'irlabdi? Xullas, qandaydir o'yinchi. O'yinchi? Ha, biror nima qilmasak bo'lmaydi. Nima qilishimiz mumkin? Shunga sizdan yordam so'rab keldim. Mayli. Men hozir ishlarimni qilay. Kelaman yoningizga. Bo'ling, kutaman sizni. Mayli. Jin ursin. Xo'sh, hammaga salom do'stlar. Mening ismim Lingan va albatta kanalga podpiska tashlab qo'yinglar. Bu juda ham muhim, chunki ko'rib turibsizlar, nima ish bo'lyapti hozir ertalabdan bizni qishloqda. Tak, kelinglar, hozir men telefonimni olaman va birdaniga yoniga boraman ana u odamni. Hammasini aniqroq qilib bilib olishimiz uchun kim u? Buni qaranglar, rangi mos ekan qo'shni mashinasi bilan. Tak, shu edi-ya. Xo'sh. Qonmi debman. Yo'q, qon emas. Xo'sh, menga batafsilroq aytib bering, qanaqangi o'yinchi, qachon, nima, kim? Xullas, meni qizim bu yerda yashar edi. Dam olishga yuborgandim. Xo'sh, u juda ham yaxshi qiz. Xo'sh, xullas uni o'g'irlab ketgan o'yinchi. Shu o'yinchi kim ekan, bilasizmi? Yo'q, bilmayman. Uni qo'shni jitel ko'rgan. Qo'shni jitel? Ha, tushunarli. Tak, menga mer telefon qilyapti. Alo, ha janob mer. Qalaysan, Lingan, nima qilib yuribsan? Soat necha bo'ldi? Soat necha bo'ldi? Soat 9 bo'lyapti. 9. Jin ursin. Janob, men hozir kelaman. Meni ishim bor. Yo, unutib qo'yibman axir. Men bu yerda fermerman endi. Ha do'stlar, bu yerda yashash uchun fermer bo'lib ishlash kerak va men hozir mana bu yerda avval yashagan Slider ismli o'yinchini uyida yashaganim uchun ham men uni ishlarini qilishim kerak. Ya'ni u fermer bo'lgan, men esa uni ishini davom ettiraman. Bu uyda yashash huquqiga ega bo'lish uchun rostini aytsam bu juda ham ahmoqona qoida qishloqdagi va uni qanday edi yo'q qilishsa. Menga bu qoida yoqmaydi. Hozir mana ana bu odamga yordam berishimiz kerak. Biz esa nima qilib yuribmiz? Fermerchilik va mana bularni ekishimiz kerak. Lekin eshitdinglarmi qanday vahima bilan gapirayotgan edi mana bu odam? O'yinchi deb menimcha bilsa kerak uni yuzini va tezda topib olamiz. Qishloqdami, boshqa joydami, hech qisi yo'q. Qani hozir borib kartoshkani topshirib kelaylik merga. Kam chiqib qoldi-yu, hamayli xafa bo'lib qolmasa kerak. Mer qishloq ham juda ham katta bo'lib ketyapti. Mer yoniga borgunimcha shuncha yo'l yurishim kerak, Ha, qishloq ichida taksi qo'ysak yaxshi bo'lardi. Xo'sh, janob mer, assalomu alaykum. Kel, mana olib keldim. Xo'sh, buncha kam, 50 tadan ko'p bo'lish kerak-ku. Endi bittasi kakras 50 ta edi, chirigan chiqdi-da. Yaxshilab qarada fermaga. Ha, harakat qilaman. Tak, bo'ldi do'stlar, endi esa boramizda ana u odamga yordam beramiz. Fermamush, 50 tamush. Chin ursin, bu yerda odam yo'qolgan. Merni esa dardi kartoshkada. Xo'sh, qani hozir boramiz. Mana shu uyida. Tak, xullas, janob, sizning ismingiz nima edi? Mening ismim Bernard. Janob Bernard, menga o'sha o'yinchi haqida batafsilroq aytib bera olasizmi? Xullas, aytishlaricha oq kiyimda ekan. Aytishlaricha deganingiz kim? Sotuvchi jitel. Qo'shni dedim-ku. Tushunarli. Xo'sh, uyni o'zini bir ko'rib chiqsam maylimi? Keyin esa o'sha jitel yoniga borardik. Ha, bemalol ko'rib chiqavering. Bo'ldi. Tak, bularni olib qo'yaman va uyni ko'rishni boshlaymiz. Tak, bu yerda hech narsa yo'q. Bu yerda narsalar o'z joyida. Bu yerda esa bo'sh. Bu yerda ovqatlar. Okey, xonani ko'rsam maylimi? Qiz bolani xonasida iloj yo'q endi. Bo'pti, kiravering. Tak. Bu yerda polka bo'sh. Tushunmadim. Bu nima bo'ldi? Bilmasam men ham. Mayli, tak. Bu yer ham bo'sh. Qiziq. Tak. Bu yerda bu o'yinchoq, bu haqiqiy emas. Okey, bo'sh. Shkaf ham bo'sh. Mana bu yerda qanaqadir bir bo'lak narsa yozibdi. Bilmadim. Bu yerda esa qog'oz. Tak, stop, yo'q, bu chek ekan. Chek? Ha, mayli. Tak, nima chek o'zi? Aviabilet cheki? Nima? Aviabiletdan chek. Stop, menimcha qizingiz qochib ketganga o'xshayapti. Qanaqasiga qochadi? O'zingiz baho bering. Bu yerda hech narsa yo'q. Shkafni ichi bo'sh. Mana bu kravat yonidagi shkaflar ham bo'sh. Ana o'sha o'yinchini topishimiz kerak. Yoniga bormasak bo'lmaydi. Qayerdan ko'rgan? Qaysi? O'sha Maraz ko'chasiga kirishdagi. Tushunarli. Hozir yoniga boramizda so'rab olamiz. Davay, ketdik. Tezroq topmasak bo'lmaydi. Qayoqqa ketishi mumkin? Men ham hayronman-da. Shu o'zi balki bu yerda yigiti bo'lgandir, yigiti bilan qochib ketgan. Yo'q, unaqangi qizlardan emas edi. Xo'sh. Tak, salom jitel. Salom. Xullas, mana bu Bernard ismli o'yinchi men yonimga kelyapti-da, aytayaptiki, sen uni qizi qochib ketganini ko'rgan emishsan. Hali qochib ketganing aniq emas. Ha, xullas uni qanaqadir o'yinchi olib ketganini ko'ribsan. Ha, men xullas tunda ana u katta derazadan qarab o'tirgandim. Xo'sh, keyinchi ana qanaqadir o'yinchi o'sha yerda yurgan edi-da. Xo'sh, keyin esa ketib qolishdi. Qayoqqa ketishdi? O'sha tarafga.
Qaysi o'sha tarafga? Xullas men qiziqib chiqib orqasidan qaradim, o'rmon tarafiga ketishdi. O'rmon tarafga. Qaysi o'rmon tarafga? Seni uying tarafdagi. Aha, yo'q-e. Ha. Mana bu o'zi qiziq. Sen o'zi qanday qilib bu Bernard o'yinchi bilan tanishib qolding? Qanday unga aytding qizingizni o'g'irlab ketish deb? O'zi kirib qoldi, juda ham xo'rsinib yurgan ekan. Nima bo'ldi janob deb so'rasam, aytishni boshladi. Shu uyda deb, keyin esa men ham aytib berdim. Tushunarli. Mayli, jitel, senga katta rahmat, biz borib dalshi o'zimiz. Aha, omad. Xo'sh, yomon xabarlar bor. Все-таки qizim qochib ketganmikin? Menimcha shunday bo'lishi mumkin, lekin qayoqqa qochganini bilishga harakat qilamiz. Chekdan topib bo'lmaydimi? Yo'q, janob. Men detektiv bo'lsam, agar chekdan topishning iloji bo'lganda topardik. U yerda shunchaki to'lov summasi uchun cashback berilgan. Ya'ni biz u chek ekanini bilamiz. Hattoki skaner qilib olishimiz mumkin. Lekin qayerda berilgan, nima reys, qaysi reys uchun bila olmaymiz. Uning uchun o'sha egasi bo'lish kerak. Tushunarli. Tak, ana o'sha tarafda balki kameralar bordir. Nima deysiz? Kameralarni bir tekshirib ko'ramizmi? Kameralar, o'sha qaysidir o'yinchining uyida bor edi adashmasam, agarda udashni o'sha tarafga qarab qolgan bo'lsa, topishimiz mumkin bo'ladi. Qaysi tarafga aniq ketishganini. O'rmonga dedik-ku, lekin o'rmon qancha kengligini bilasizmi? Bilaman. Xo'sh, mana shu taraflarda yo'qmikin? Yo'q, bu yerda kamera ko'rinmayapti. Ana u yerda bor. Qayerda? Burchakda, g'ishli. Rostsanam. Tak, agarda hozir o'rmon tarafga ham burilsa, demak, ko'rgan bo'lishi mumkin. 3 kun avvalgini-ya? Albatta. Mana shu tarafdan o'tib ketishgan bo'lishsa. Xo'sh, qani? Buni qarang. O'rmon tarafga burilyapti. Demak aniq ko'rgan. Nima qilamiz? Egasidan so'raymiz. Bu yerda kim yashaydi? Bu yerdami? Ishonmaysiz aytsam, Donald Trump. Yo'q. Oy, janob Trump, eshikni ocha olasizmi? Janob Trump. Hozir chiqyapman. Hozir bo'ldi. Nima? Menga kamerangiz kerak. Sen kimsan o'zi? Detektivman, qishloq detektivi. Bu yerda odam yo'qolgan, shuni qizini qidiryapmiz. Bo'pti. Mana shu kameralarning hammasi mana shu kompyuterga ulangan. Boshqa joyga kirma, ayniqsa orol fayllari deganga kirma. Bo'pti. Nima deydi? Bilmasam o'zini yo'qotib qo'ydi. Bo'pti. Bizga farqi yo'q. Bizga faqatgina kameradan yozuvlar kerak. Bugun juda ham ko'p odamlar o'zini yo'qotib qo'yishgan. To'g'ri aytasan. Xo'sh. Ko'rdingizmi? Chenursan. Shoshma, men nima? Qayerdadir ko'rganman. Kimni? O'yinchini. Tak, mana yana bir bora. O'rmon tarafiga ketishyapti. Qizingiz ham yonida. Prichoskasidan tanidim. Endi nima qilamiz? Bilmadim. O'yinchi haqida gapirgandek bo'ldingiz. Janob Trump, kirmanglar. Men yalang'ochman. Yalang'och? Kirmanglar-da. Bo'pti, rahmat demoqchi edim. Xo'sh, qani kelingchi, agarda mana shu tarafdan o'tgan bo'lishsa, o'sha yerga borib ko'rishimiz mumkin. Mana shu yerga borib ko'ramizmi? Davay, men ungacha aniq eslab olay. Siz yaxshilab miyangizni harakatga keltiring. Eslashingiz kerak. Eslayman. Esladim shekilli. Xo'sh, menimcha u kutubxonachi edi. Kutubxonachi? Kutubxonada o'yinchi turmasdi shekilli. Menimcha jitel turardi. Yo'q, kutubxonachi menimcha. Aniq u. Mayli, o'rmonni ham bir ko'raylik. Bu yerda bir joy bor edi. O'sha yerni tekshirishimiz kerak. Qanaqangi joy? Xullas, men bu yerda aytishga o'ylaman, lekin tosh kovlaganim. Nima? Axir bu mumkin emas. To'g'ri, lekin men kovlagan joy yashirinish uchun juda ham qulay bo'lib qolgandi. Chunki katta joyni kovlagandim. Yo'q, mana bu yerga kerak edi. Keyinroq ko'ramiz. Birinchisi, yaxshisi, davay, men hozir boraman-da kutubxonachini tekshiraman. Tak. Mana shu tarafda bo'lishi kerak edi. Menimcha qishloqning chap tarafida. Orqamdan kelyapsizmi? Albatta. Mayli, o'zingiz bilasiz. Keling tezroq. Boryapman. Men o'ylaganimki hozir qidirishga boradimi deb o'rmon tarafni. Tak, janob kutubxonachi. Bu yerda o'yinchi ishlamasmidi? Bu yerda Elder ishlardi. Elder? Hozir qayerdaligini bilmaysizmi? Necha kun avval yo'qolgandi? 3 kun. 3 kun? Tushunarsan. Tak, qachon oxirgi marta ishga kelgandi? 3 kun avval. Tushunarli. Aniq, ana shu. Men o'yinchining qayerda yashashini bilaman va hozir kirib ko'ramiz. O'yinchini qayerdan taniysiz? 1-2 marta savol berishimga to'g'ri kelgandi. Mana bu yerda ham hech narsa yo'q. Jennerson, sandiq o'tiribdi, sandiqni ochamiz. Agarda ichida hech narsa bo'lmasa, bu aniq o'sha bo'ladi. Do'stlar, biz hozir sandiqni ochamiz. Kanalga obuna bo'lib, like bosinglar va sandiq bo'sh. Ichidagi narsalarni olib, qizingiz bilan aniq qochib ketgan. Endi nima qilamiz? O'rmonga borishimizga to'g'ri keladi. Agarda ular uchib ketishmasa, samolyotda topishimiz mumkin bo'ladi. Ketdikmi unda? O'rmonga borib qidiramizmi? Albatta, yana boshqa nima ham qilishimiz mumkin, lekin 3 kun ichida juda ham uzoq vaqt topa olmasligimiz mumkin. Balki allaqachon uchib ketishgandir. Yomon bo'lardi. Xo'sh, qani ketdik. Hozir qidirib ko'ramiz. Mana shu tarafdan o'tgan bo'lishsa, shu o'rmonlarni birin-ketin kezib chiqamiz. Nima deysiz? Politsiyaga murojaat qilmadingizmi? Afsuski, ular topa olishmadi hech narsa. Tushunarli. Axir bekorga yonimga kelmagansiz. Shuda.
Xo'sh. Mana men aytgan joy birinchi yo'lni ko'raylikchi. Davay. Tak, mana. Xo'sh. Birortasi bormi? Yo'q. Rostdan ham katta joyni kovlabsiz. Ha, o'rmonning ichkarog'iga kiraveramizmi? Davay ketdik. Xo'sh, davay olg'a. O'rmonning chirog'ini ko'rib chiqamiz hozir. Mana shu tarafdan любой joyga ketgan bo'lishlari mumkin va ularni topish juda ham qiyin bo'ladi. Xo'sh, kelyapsizmi? Ha. Tak, mana bu yerda o'rmonchini uyi bor. U yerdagi o'rmonchini taniyman, aniq u yerga yashirinishmagan. Nima qilamiz endi? Yoki suvdan o'tishimizga to'g'ri keladi yoki shunchaki o'rmonni aylanib ko'rib chiqamiz. Davay birinchi aylanaylik, keyin esa boshqa joylarni. Ana yerda nimadir bor. Nima? Bilmadim. Qani kelingchi ko'ramiz hozir. Ha, davay. Xo'sh. Oppa. Bu qanaqangi joy? Hozir ko'raman. Nima? Qanisiz? Hoy, ichishini ursin. Dada, bu yerda nima qilyapsiz? Bizni qayerdan topdingiz? Bu meni yigitim, iltimos. Sen meni shunchaki tashlab ketishga qaror qilding. Men seni shuncha boqdim, katta qildim. Oldimga tush. Sen bilan hali yaxshilab gaplashib olishimizga to'g'ri keladi. Sen esa bola, mendan ko'rasan. Men axir, uni bir yo'qlik qiling, janob detektiv. Bunaqangi narsalarni juda ham yoqtiraman. Nima qilmoqchisan meni, ahmoq? Nima? Bu gapni aytguningcha men sen bilan yaxshi muomala qilmoqchi edim. Lekin bu kimning telefoni? Buni men unga olib bergandim, tashlab ketdi dadasi ko'rmasin deb. Energetikchi. O'zimizga tushunarli. Xo'sh, nima qilmoqchisan meni, ahmoq? Ikkinchi marta qaytading, mayli. Men hozir Jinsbekni chaqiraman. Jinsbek kim u? Urma meni. Jinsbekni tanimaysanmi? Tanimayman. Mayli. Tak. Allo, Jinsbek. Lingan. Bu yerda bir o'yinchi bor. Unga yaxshilab saboq berish kerak. Manzilni ber. Albatta. Lokatsiyasini tashlab yuboraman. Bo'pti. Davay. Nimaga qulflab qo'yding? Chiqar meni bu yerdan. Endi u yerdan chiqa olmaysan. Seni o'sha Jinsbek hal qiladi taqdiringni. Mayli, yigitcha, men ketdim. Bu adolatli emas. Kun yaxshi o'tdi desa ham bo'ladi. Jinsbek xursand bo'lishi aniq va men u bilan nihoyat do'stlashib olishim mumkin bo'ladi. Qissadan qissa shuki, qizlarni o'g'irlash bu albatta yaxshi ish emas. Men esa hozir boraman-da pullarimni talab qilaman, chunki qizini topib berdim. Endi esa pullarimni berishi kerak. O'tiribdi mana ko'zlari to'rt bo'lib. Xo'sh, janob Bernard, men nima deyishim? Bu nima? Telefon sovg'a qilgan ekan qizingizga. Qo'yil. Bu yangi iPhone-ku. Ha, tushunursan. Mayli, men unda ketdim. Bo'pti. Pulni nima qilamiz? Uyimga o'ting, hal qilamiz. Siz hozir qizingiz bilan bemalol gaplashishingiz mumkin. Rahmat. Bo'ldi do'stlar, sizlar bilan esa men Lingan bo'ldim va kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Hammaga xayr.